Yangiobod tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. O'tkir Hoshimov "Tushda kechgan umrlar". El mehrini qozongan adib, O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovning ushbu asarida Afg'on urushi voqealari, urush qatnashchilarining urushdan keyingi ruhiy kechinmalari, asar qahramoni Rustam obrazi orqali yorqin tasvirlab berilgan. Asarni o'qigan kitobxon tinchlikning qanchalik buyuk ne'mat ekanligiga yana bir karra iqror bo'ladi. Rustamning oxirgi kundaligidan. Kuz o'lim to'shagida yotgan bemorga o'xshaydi. Oyoq ostida kasalmand xazonlar ingraydi. Erta bahordan bo'tana bo'lib shosha-pisha qirg'og'iga sig'may oqqan ariqlar tiniqlashadi. Shuncha urinishlari zoye ketganini tushunib, olamga ma'yus boqadi. Endi suv tubida shodon chayqagan maysalar emas, xazon ko'milib yotadi. Yeru ko'kni kafandek oppoq tuman chulg'aydi. Oq zulmat orasida qarg'alar xosiyatsiz fig'oni eshitiladi. Erta-indin osmonga motam libosini kiygan bulutlar chiqishadi. Yer yuzida uzoq charx uradi-da, achchiq-achchiq ko'z yoshi to'kishadi. Sim-sim yomg'ir yog'adi. 4 kunlik umrida dunyoga sig'magan, oxir-oqibat jon taslim etgan tabiatga aza ochib, unsiz yig'laydi. Men necha yoshga chiqdim o'zi? 22 ga. Yo'g', axir men 72 daman-ku, balki 82 dadir. Nima farqi bor? Donolar hayotni kuzaturlar jim.